Hammangizga Xudodan tinchlik va inoyatni so'rab qolaman. Bugun sizga Masih nima demoqchi edi degan mavzuda ayrim fikrlarimni aytmoqchiman. Video borgan sari nima haqida gap ketayotganligini tushunib olasiz deb o'ylayman. Yana boshqacha qilib aytganda, Masih aynan shu so'zlarni aytmasdan turib, men Xudoman degan ekanligini ko'rib chiqamiz. Boshida eski haqdagi zaburga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, bu 88-zabur sanosi va biz siz bilan 6 va 9 oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda gap Xudo haqida ketyapti. Ko'rib turganingizdek, keling shu oyatlarni birin-ketin o'qishni boshlaymiz. 6-oyatda ajoyibotlaringga ey egam samolar hamdu sano aytsin, muqaddas malaklar sening sadoqatingni kuylasin deb yozilgan. Bu yerda egam degan so'zda mana bu yerda Yahve degan so'z ishlatilgan ibroniy tilida. E'tibor beradigan bo'lsangiz, ibroniy tilda, ingliz tilida zaburlarni raqami bir xilda to'g'ri kelmaydi, bittaga farq qiladi. Ba'zi paytlari oyatlari ham sal farqlanishi mumkin, shunga e'tibor bering. O'zbekcha va ruschaga tarjima qilganda 88:6 bo'lgan bo'lsa, bu yerda 89:5. Mana bu yerda ko'rib turadigan bo'lsangiz, hamd aytishadi samolar seni mo'jizalaringga o Yahve deyilgan. Va sening sodiqligingni bu yerda keyin e'tibor bering. Qadoshim deganda, ya'ni muqaddaslarning yig'inida yoki yig'ilishida deb aytilgan. O'zbek tiliga esa buni muqaddas malaklar, ya'ni malaklar degan so'z sochilib ketdi. Malaklar degan so'z bo'lmasa ham malaklar deb qo'shib qo'yishgan, ma'nosi bo'yicha to'g'ri keladi, lekin shunga e'tibor bering, muqaddaslarning yig'ilishida sadoqatingni samolar kuylasin degan ma'noda aytilgan. Lekin bu yerda esa xuddiki muqaddas malaklar kuylayotgan degan ma'no kelib chiqadi. Shu ma'no ham bo'lishi ham mumkin, lekin yana qaytarib o'tmoqchiman, ibroniy tilda unaqa deb yozilmagan. Nima bo'lmaganda ham ko'rib turganimizdek, Yahveni qilgan mo'jizalarini osmonlar va uning sadoqatligini osmonlar kuylaydi yoki madh qiladi. Va muqaddaslarning yig'inida, endi muqaddaslar kim deganda, keyingi oyatlardan ko'rsak, rostdan ham farishtalar bo'lsa kerak degan xulosa qilamiz. 7-oyatda ey egam samolarda senga tenglashadigani bormikan, ilohiy zotlardan qaysi biri senga o'xsharkan deb tarjima qilishgan. Bu yerda ham ey egam deganda Yahve ishlatilgan so'z ibroniy tilda. Mana qaraymiz bu yerda. Osmonda zero osmonda yoki samolarda Yahvega to'g'ri keladigan yoki Yahvega o'xshaydigan, yana bu yerda ham Elim degan, ya'ni bu yerda xudolarning o'g'illari orasida bormi kimdir degan ma'no kelyapti. Bizda endi o'zbek tiliga qilishganda samolarda senga tenglashadigan bormikin degan, ya'ni hech kim tenglashmaydi deganday ma'noda to'g'ri. Keyin esa ilohiy zotlardan qaysi biri senga o'xsharkan. Endi bu yerda senga demagan, yana Yahve degan so'z ishlatilgan, egam deyilishi kerak edi tarjimada, lekin ma'nosi bo'yicha senga deyishgan. Ilohiy zotlar deb aytishgan bo'lsa ham, rus tilida tarjima qilishganda ham Sini Bojniy deyilgan. Agar adashmayotgan bo'lsam, hozir bir tekshirib ko'raman. Va ingliz tilida ko'radigan bo'lsak, kuchlilarning yoki qudratlilarning o'g'illari orasida Yahvega o'xshaganlar yo'q deb tarjima qilishgan. Lekin agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda Elim, el degani Xudo, Elim degani esa xudolar bo'ladi. Xudolarning orasida degan ma'no kelib chiqyapti bu yerdan. Кто между нами Божьими уподобится Господу deb tarjima qilishgan rus tiliga. Demak, shu yerdan Xudoning o'g'illari deb eski haqda ba'zi paytlarda farishtalar yoki uni atrofidagi turli xil ruhiy mavjudotlar haqida gap ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun tarjimada 6-oyatda muqaddas malaklar deb, ya'ni farishtalar deb aytishgan, bu yerda esa ilohiy zotlar deyishgan. Endi ilohiy zotlar deganda nimani nazarda tutishgan bilmayman.
nima bo'lganda ham eng asosiysi Yahvega osmonda ham, farishtalar orasida ham yoki boshqa ruhiy mavjudotlar qanaqa bo'lsa, ularning orasida ham hech kim unga o'xshamaydi degan ma'noni ko'rsak bo'ladi. Balki ularning o'zi samodagilar, ya'ni samon ichida, samolarda yoki jannatda deymizmi, o'sha 3-samoda malaklar, ilohiy zotlar va qanaqangi ruhiy mavjudotlar bor bo'lmasin, hammasi Xudoga yoki Yahvega hamd sano aytadi, unga sajda qiladi va kuylaydi degan ma'noni bu yerdan chiqarsak bo'ladi. Endi 8-oyatni qaraydigan bo'lsak, ey Xudo muqaddas malaklar davrasida haybatlisan, taxting atrofidagilarning hammasidan qo'rqinchlisan. Keyingi mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, Xudo el degan bu yerda, boyagi joyda esa el im edi. O'zbek tiliga muqaddas malaklar deganda, davrasida deganda yana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, qadoshim besovd degan, ya'ni muqaddaslarning yig'inida yoki yig'ilishida degan, Xudodan hamma qo'rqadi degan ma'no yoki revere deganda mana bu yerda hurmat qiladi. Keyingi oyatda nima deyishgan? Qo'rqinchlisan degan, ya'ni bu yerda qo'rqish yoki hurmat qilish, buni shu bilan birga sajda qilish deb ham aytsak bo'ladi. Ya'ni uni atrofidagilar, mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, uning atrofidagi hamma undan shunday qo'rqadi, unga sajda qilishi haqida aytilgan. Lekin bu yerda o'zbek tilida ko'rsangiz, taxting atrofidagilarning deganda, bu yerda ibroniy tilida taxt degan so'zni o'zi yo'q, balkim seni atrofingdagilar yoki atrofingdagilarning hammasi sendan qo'rqadi yoki senga shunaqangi sajda qiladi degan ma'noda kelyapti. Lekin albatta Xudo taxtda o'tirgani uchun taxtning atrofida bo'lgan degan ma'noni keltirib chiqarishganda, o'shaning uchun taxtingni qo'shib qo'yishgan shekilli. Nima bo'lmaganda ham, demak, samolarda ko'radigan bo'lsak, bor butun mavjudotlar, bunga malaklar ham kiradi va yana boshqa qandaydir ruhiy mavjudotlar bo'lsa, ularning hammasi faqat Yahvega tenglasha olmaydi. Unga balkim ular madh qilib, sajda qilib, uni kuylashadi degan ma'noni shu yerda ko'ramiz. Endi 9-oyatni o'qiymiz, keyingisiga o'tamiz. Demak, 9-oyatda ey Parvardigori olam, egam, kimsenchalik qudratli ey egam, saodating atrofingni o'ragan deganda, mana bu yerda agar egamni qaraydigan bo'lsak, bu joyda ham Yahve degan so'z ishlatilgan. Ya'ni mana Yahve 9-oyatda kimsenchalik qudratli degan, buni bu yerda agar qaraydigan bo'lsak, kimsenchalik qudratli ey egam degan mana 2-marta so'z bu yerda egam so'zi ishlatilgan. Agar shunga e'tibor beradigan bo'lsak, ibroniy tilida mana 2-marta ishlatilganda ya so'zi ishlatilgan. E'tibor bersangiz, mana bu yerda ya, ya'ni Yahvening ismi qisqartirilib aytilgan. Zaburning ayrim joylarida va eski ahda yana bir ikkita joylarida shu shaklda keladi. Yahvening ismi ya degan ma'noda, masalan, Alleluya deganimizda o'sha oxirgi ya so'zi mana shu Yahvening shu qismiga, ismining shu qismiga ishora qiladi. Ya'ni halil degani madh qilish yoki ulug'lash, oxiridagi ya esa Yahve degan ma'noni bildiradi. Demak, bu oyatlardan hozir ko'radigan bo'lsak, Xudoga yoki Yahvega hech kim teng kelmasligi, balkim hamma unga hurmat qilishi, sajda qilishi va uni Xudo deb bilishini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Endi esa 85-zaburga o'tamiz. Bu yerda demak 85 bo'lsa, u ingliz tilida yoki ibroniy tilida 86ga qaraymiz. Demak, 85 va 8 bilan 10-oyatlarni ko'ramiz. Ey Rabbiy, xudolar orasida hech qaysisi senga o'xshamaydi. Bironta buyuk ishni seniki bilan qiyoslab bo'lmaydi, deyapti. Endi bunisini bu yerdan ko'ramiz. Demak, 85 yo'q, 86 dan o'qishimiz kerak edi hozir. Demak, bu yerda oyatlar shundayligicha qolgan. Demak, faqat Zaburning nomi 86-ga o'zgargan, lekin oyatlar nomi bir xil. Demak, agar qaraydigan bo'lsak, xudolar orasida sen hech qaysi senga o'xshamaydi deganda, ko'rib turganimizdek, mana bu yerda bi Elohim deb yozilgan, ya'ni xudolar, rostdan ham xudolar orasida
Adonay, endi albatta bu yerda ham o'sha Xudo haqida gapiryapti. Adonay degan ishlatilgan so'z bo'lsa-da, Yahve haqida gap ketayotganligini tushunamiz. Demak, unga boshqa xudolar orasida hech kim teng kela olmas ekan, hech kim u kabi emas ekan, lekin shunga e'tibor berishimiz kerak. Boshqa xudolar aslida xudolar emas, balki shu shaytonga ergashgan boshqa farishtalar yoki yovuz ruhlar deb bilamiz. O'shaning uchun boshqa, masalan, butparastlar o'zlari ishongan xudolarni xudo deb aytishish mumkin, lekin yangi aqdda qaraydigan bo'lsak, xudolari bor va ular xudolar ko'p, lekin aslida ular xudolar emas, balki ular yovuz ruhlar degan ma'noda gap ketilgan. Shuning uchun shunga e'tibor bering. Demak, bundan demak xudolar bor ekan-da deb o'ylab o'tirmang. Chunki haqiqiy bitta xudo o'sha Yahve bo'ladi. Davom qilamiz endi. Endi bu yerda xudolar orasida deganda, boya aytganimdek, shu shaytonga ergashgan farishtalar hamda yovuz ruhlarni tushunamiz. Keyingisi 9-10-oyatda o'qiymiz. Jamiki xalqlarni sen yaratgansan, ey Rabbiy, ular kelib senga ta'zim yoki sajda qiladi, nomingga shuhrat keltiradi, zero sen buyuksan, mo'jizalar ko'rsatasan, sen tanho xudosan deyilyapti. Ko'rib turganimizdek, bu yerda Xudoga o'xshaydigan hech kim yo'qligini ko'ramiz va hamda 8-oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, bironta buyuk ishni seniki bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ya'ni 8-oyatda yana bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda aytilganki, hech kim senga, xudolar orasida hech kim senga o'xshagan emas. Rabbimiz va hech qaysisi sening ishlaringga o'xshamaydi. Ya'ni sen qilgan ishlarga ularning ishlari o'xshamaydi degan gap aytilyapti. Shunga e'tibor bering. Demak, Xudoning birinchidan kimligi, uni tabiati bo'yicha unga hech kim teng kela olmasligini va u qilgan ishlarni boshqa odamlar qila olmasligini ko'rib turibmiz. Endi esa yangi aqdga o'tganimizda Xudoning tabiati kimligini haqida gapirganimizda va Xudoning ishi haqida gapirganimizda Rabbimiz Iso Masih nima deganiga e'tibor beramiz. Demak, bu oyatlarni o'qib bo'ldik. Endi davom qilamiz. Xudoning ishlarini boshqa hech kim qila olmaydigan bo'lsa, Iso esa men qila olaman yoki qilaman deb aytganligini hozir ko'ramiz. Demak, Yuhanna hozir 5-bobga o'tamiz. Yuhanna 5:19-23. Mana buni bossam 19-23 hozir mana uni tarafini otlashisi bo'lar shekilli mana. Demak, 5:19-23. Iso yahudiylarga shunday dedi: sizlarga chinini aytay, o'g'il o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi, faqat otasidan ko'rgan ishlarini qiladi. Osmondagi ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Mana shu ikkita oyatga juda ham katta e'tibor bering. Ko'pchilik buni oyatni iqtibos qiladi, ana Iso o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi deb ojizligini ko'rsatyapti. Faqat Xudo kuch bersa, nimadir qilishini ko'rsatsa, o'shandagina qiladi degan fikrni aytishadi, lekin bu yerda u haqida gap ketmayapti. Balkim e'tibor beradigan bo'lsangiz, osmondagi ota nimalarni qilsa yoki qanaqangi va turli xil ishlarni qilsa yoki qanchalik ko'p ishlarni qiladigan bo'lsa, o'g'il ya'ni Iso Masih ham xuddi shularni qiladi deyapti. Ya'ni Xudo qilgan hamma ishlarni, ota qilgan hamma ishlarni o'g'il qilishini aytyapti va qanday qilsa xuddi shunday qilishini aytyapti bu yerda. Ya'ni bu yerda Rabbimiz o'zini ota bilan tengligini ko'rsatyapti va ota Xudo qilgan hamma ishni u ham qilishini yoki ular birgalikda qilishini haqida gapiryapti. Ya'ni bu haqda jamoat otalari ham, hozirgi zamonaviy muqaddas kalam olimlari ham xuddi shu haqida gapirishadi. Ya'ni uch birlikdagi Xudo bitta, tabiati bo'yicha, shaxsi bo'yicha 3 ta deb aytsak bo'ladi. Bu haqda boshqa joylarda ham gapirilgan, lekin o'sha 3 ta shaxs hamma ishni birgalikda qilishadi. Shuning uchun ularning irodasi bitta, ularning qiladigan ishi yoki vazifasi sal boshqacharoq bo'lsa ham, lekin qiladigan ishi bir xil bo'ladi. Yaratilishda ham va boshqa qiladigan ishlarda ham ota boshchilik qiladi, o'g'il unga ergashadi va keyin muqaddas ruh o'shalarni amalga oshiradi deb umaydi. Bu qo'pol qilib gapirganda shunaqa deb aytsa bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda Iso Masih aytishi bo'yicha
otani har safar ko'rib turishini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Ya'ni otasidan ko'rgan ishlarini deyapti. Ya'ni otasini o'g'il ko'rib turar ekan doim va qanaqangi ish qilmasa o'sha ishni ko'rar ekanda o'sha ishni ham o'g'il qilar ekan. Shuni shu yerdan ko'ryapmiz. Xuddi shu ishlarni va xuddi qanday qilgan bo'lsa, u ham xuddi shunday qilishini bu yerda ta'kidlayapti. Ya'ni shu yerdan boya yuqorida aytganimdek, men xudoman deb aytmasdan turib, o'sha so'zlarni ishlatmasdan turib, o'zini xudo ekanligini ko'rsatyapti yoki ta'kidlayapti. Shuning uchun unga bo'lgan reaksiyani agar qaraydigan bo'lsak, yahudiylar unga qanday reaksiya bo'lganini, o'shanda rostdan ham u nima haqida gapirganini va ular nimani tushunganligini ko'rib turib, Iso rostdan ham o'zini xudoman deganini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Davom qilamiz. 20-oyatdan axir ota o'g'lini yaxshi ko'radi, o'zi qilgan hamma ishlarni o'g'liga ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi? Ota hamma ishlarni o'g'liga ko'rsatar ekan. Agar Iso oddiy odam bo'lganda hamma ishlarni ko'ra olmasdi. Nimaga? Chunki insoniy hayoti bilan u cheklangan bo'lardi. Lekin yaratilish bo'lmasdan ham oldin Xudo ishlarini qilgan-ku. O'shalarni ham demak o'g'il ko'rganligini aytyapti. Shu paytgacha, ya'ni mana shu aytilgan gapgacha ham qilingan va bundan keyin ham ko'rsatadi. Ya'ni kelajak haqida gapirayotganda yana ko'rsatishda davom qiladi deyapti va shularni hammasini o'g'il ko'rib qilar ekan. E'tibor bering shunga. U o'g'liga bundan ham buyukroq ishlarni ko'rsatadi. Shunda hammangiz hayron qolasizlar. Nimaga hayron qolamiz? Chunki rostdan ham shuncha har xil ishlarni o'g'il qilganligini va o'sha ishlarni qilganda boshqalardan farqli ravishda qiladi. Ya'ni payg'ambarlarni qaraydigan bo'lsak, Xudoning nomidan, keyinchalik havoriylar Isoning nomidan mo'jizalar qilishgan. Isoning nomidan turur dindan, Isoning nomidan shifo olgin yoki Isoning nomidan yovuz ruhlarni haydashgan va hokazolarni qilishgan. Lekin Isoga kelganda Xudoning nomidan demagan. Men aytaman senga yoki birinchi shaxsda gapirib, men senga aytaman, yo'qol bu yerdan yovuz ruh degida yoki shayton yo'qol bu yerdan degan gaplarni gapirganda rostdan ham uni gapi amalga oshganligini ko'rsak bo'ladi va shu orqali rostdan ham unda shunday hukumat borligini ko'ramiz va demak u Xudo ekanligini shundan ko'rsak bo'ladi. Demak, ota ishlarini ko'rsatadi, o'g'il ko'rib turadi. Aynan shularni va shularning barchasini bajaradi degan mana bu 20-oyatni ko'rdik. 21-oyatga qaraydigan bo'lsak, ota o'liklarni tiriltirib ularga hayot baxshida etganday, o'g'il ham istagan odamiga hayot baxsh etadi. Ayrim odamlar mana boshqa payg'ambarlar ham boshqa odamlarni, o'lgan odamlarni tiriltirgan-ku, nima bo'pti deyishi mumkin-da. Rostdan ham eski vaqtda turli payg'ambarlar ayrim odamlarga, o'lganlarga qayta tiriltirishgan, ya'ni hayotga qaytarib kelishgan Xudoning kuchi, qudrati bilan-da. Lekin bu yerda ko'rib turganimizdek, o'g'il o'zini, ya'ni Iso Masih o'zi haqida o'g'il deb gapiryapti, o'zini otaga tenglashtirib, ota nima qilsa, men ham xuddi shuni qilaman deyapti-da va ota kabi qilaman, ya'ni uni tabiati bo'yicha men ham uni tabiatiga o'xshagan xudoman, o'sha uchun ota tiriltiraman deydimi? Ha, men ham o'shani tiriltiraman deyman, men borib o'shani bajaraman deyapti. Payg'ambarlarga kelganda ular hech qaysi men xohlayman, o'zim irodam bo'yicha mana seni tiriltiraman yoki senga unaqa qilaman, senga bunaqa qilaman deb aytishmagan. Har doim ular Xudoning nomi bilan, Xudoning irodasi bo'yicha qilishgan. Bu yerda esa o'g'il o'sha istagi yoki irodasi unda ham borligini, ya'ni ota bilan u bitta irodaga ekanligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Demak, endi 22-oyatga qaraydigan bo'lsak, shuningdek ota hech kimni hukm qilmaydi, balki hukm qilish huquqini o'g'liga bergan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bir xil aytishim mumkin, demak mana ota hukm qilmas ekan, o'g'il hukm qilar ekan degan ma'noda gapirishadi, lekin kontekst bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Iso u haqida gap aytmayapti. Ya'ni u aytayaptiki, ota ishni ko'rsatadi, men o'sha ishni qilaman deyapti. Shu bilan birga muqaddas ruh ham bu jarayonda albatta ishtirok etishini aytib o'tishimiz kerak, lekin bu yerda hali nima deydi, muqaddas ruh haqida gap ketilmayapti, lekin kimlardir savol borib qo'ysa, shu javob shu, muqaddas ruh ham xuddi shunaqangi ishlarda va irodada ota, o'g'il, muqaddas ruh birgalikda, tenglikda va birlikda ish qilishadi. Shuning uchun bu yerda ota hukm qilmaydi degan gap emas, ota hukm qiladi, o'zini o'g'li orqali qiladi.
o'g'li esa muqaddas ruh orqali, muqaddas ruh esa keyinchalik turli odamlar orqali ham yoki to'g'ridan to'g'ri ham odamlarni hukm qilishi yoki mahkum qilishi ham mumkin. Shuning uchun bu yerda kontekst bo'yicha shunga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda gap ota bitta ishni qilishini, o'sha ishni o'g'liga ko'rsatishni, o'g'li esa uni ko'rsatgan ishni xuddi shunday bajarishi haqida gap ketyapti. Shuning uchun ota ham hukm qiladi, o'g'il ham hukm qiladi, muqaddas ruh ham hukm qiladi degan xulosaga kelamiz bu yerdan. Toki hamma osmondagi otani hurmat qilgandek, ya'ni mana shu narsalar nimaga sodir bo'ladi? O'liklarni tiriltirish, hukm qilish nima uchun qilinadi? Toki, ya'ni shu maqsadda, mana bu maqsadda hamma osmondagi otani hurmat qilgandek, o'g'li ham hurmat qilsinlar. Endi bu yerda oddiy hurmat haqida gap ketmayapti. Boya ko'rdik. Yahve haqida gap ketganda Zaburda uni qanday qilib odamlar, endi bu yerda nafaqat odamlar, balki samolar hurmat qilishini ko'rdik. Samodagi butun mavjudot Yahveni madh qilishi, unga sajda qilishi, undan qo'rqishi, unga hurmat qilishi haqida gap ketgandi. Ya'ni ular hamma otani Yahve sifatida yoki Xudo sifatida Xudo deb hurmat qilishgan. Xuddi shunday qilib o'g'ilni ham hurmat qilishlari kerak ekan. Nimaga? Chunki o'g'il ham xuddi o'sha Yahve, lekin boshqa shaxs. Ota boshqa shaxs, o'g'il boshqa shaxs, muqaddas ruh boshqa shaxs, lekin uchalasi birlikda, uch birlikda yoki bitta Xudo. Shuning uchun uchalasiga ham bir xil hurmat, ya'ni Yahve sifatida, Xudo sifatida hurmat, sajda qilishimiz kerak. Ya'ni ko'rib turganingizdek, Iso Xudoman deb aytmagan bo'lsa-da, o'sha so'zlarni ishlatib, lekin bu mashhur so'zlarni gapirib turib, men o'sha Yahveman deyapti. Hammangiz menga xuddi otaga sajda qilgandek sajda qilishinglar kerak deb mana shu yerda gapiryapti. Davom qilamiz. Kim o'g'ilni hurmat qilmasa, qarang, qanaqangi kuchli gap. Uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Demak, kimki Isoni Rabbimizni Xudo emas, u hurmat qilamiz, lekin Xudo sifatida emas deydigan bo'lsa, o'g'ilni hurmat qilmagan bo'ladi. Demak, o'shaqangi odamlar uni yuborgan, ya'ni o'g'ilni yuborgan otani ham, ota Xudoni ham hurmat qilishmagan, ishonishmagan, sajda qilishmagan bo'lar ekan. Boshqa joyda Yuhanno gapirgandek, kim o'g'ilga ega bo'lmasa, otaga ham ega emas. Shuning uchun kimki o'g'ilni Iso Masihni Rabbiy deb tan olib, unga sajda qilib, Xudo deb sajda qilmasa, haqiqiy otani ham, Xudo otani ham tanimagan bo'ladi, bilmagan bo'ladi, ishonmaydigan bo'ladi va unga sajda qilmaydigan bo'ladi. O'zicha endi turli odamlar sajda ham qilyapmiz, ishonamiz ham, bilamiz ham deyishi mumkin. Lekin kalom bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'g'ilni Yahve deb hurmat qilmasangiz, ota Yahveni ham hurmat qilmagan bo'lasiz degan bu yerda gap kelib chiqyapti. Xulosa, demak, Iso nima deyapti? Men o'sha Yahveman deb aytyapti. Shu so'zlarni ishlatmasa ham. Endi albatta bunga e'tibor berib kontekst bo'yicha tushunganlar albatta xuddi shunday xulosaga kelishadi. Va yana davom qiladi. Sizlarga chinni aytay, mening so'zlarimga tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga egadir. Hukm qilinmaydi. Ko'ryapsizmi? Hukm qilinmaydi. Zotan u o'limdan hayotga o'tgan. Sizlarga chinni aytay, o'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Kelib qoldi ham o'g'lining ovoziga quloq solganlar tiriladi. Zero otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi o'g'liga ham hayot manbai bo'lish qudratini ato etgan. Bu yerda endi qudratini ato etgan deganda ham o'g'il ikkilamchi yoki otadan pastroq degan gapi emas. Xuddi shunaqangi deyapti, ya'ni kabi degandek, xuddi shuni o'zginasi deyapti. Ya'ni bu yerda o'g'il o'zini nimaga hech narsa qilmasdi, chunki ota bilan birgalikda qiladi va ota doim boshchilik qiladi. Shuning uchun bu yerda otaning o'zi hayot manbai bo'lgani uchun o'g'liga ham shu narsani berdi. Chunki o'g'il ham u bilan birga bir tabiatga, Xudo tabiatiga yoki Yahve tabiatiga ega. Shuning uchun o'g'ilda ham hayot manbai bor. Shuning uchun ko'ramizki, o'g'il aytadiki, men o'sha hayotni beraman deyapti. Ya'ni Xudoning nomidan beraman demayapti, chunki o'zi Xudo bo'lgani uchun men beraman deyapti. Bundan tashqari samoviy ota insonlarni hukm qilish hokimiyatini o'g'liga berdi, chunki u inson o'g'lidir. Bunga hayron qolmanglar. Qabrda yotgan
marhumlarning hammasi inson o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrlaridan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun tiriladi, yomonlik qilganlar esa mahkum bo'lish uchun tiriladi. Bu yerda Iso otani Xudo deb biz hurmat qilganimizdek, hurmat qilishimiz kerakligi deyilgan Rabbimizni. Bu esa biz otani Qodir Xudo deb hurmat qilsak, unga sajda qilsak, xuddi shunday Masihni ham Qodir Xudo deb hurmat qilib sajda qilishimiz kerak ekan. Zabur 85-9-oyatda va Ishoya 45-bobda butun mavjudot Yahvega sajda qilishi haqida gap ketadi. Xuddi shunday Isoga ham hamma shunday sajda qilishi shart va oxiratda shunday sajda qilishadi ham. Bunda Isoga hamma Yahve deb sajda qilamiz, boshqalar ham qiladi. Jamoat otalari shu kabi oyatlarga asoslangan holda uch birlik ta'limoti haqiqat ekanligini tasdiqlashgan, shu haqida ta'lim berib kelishgan hamda Isoga Xudo deb sajda qilishimiz kerak deyishgan shu kalomdagi oyatlar asosida. Demak, Ishoya 45-22-25-oyatlar, demak, mana bu yerda menga yuz buring, najot topasiz, ey zaminning barcha chetlari, ha men Xudoman, boshqasi yo'q. O'zim haqim and ichdim, og'zimdan to'g'ri so'z chiqdi, behuda ketmas. Mening oldimda har bir odam tiz cho'kadi, har bir til menga sadoqat qasamini ichadi. Men haqimda faqatgina egamizda adolat, qudrat bor deb aytadilar. Mendan g'azablanganlarning hammasi menga keladilar, ular uyalib qoladilar. Ammo butun Isroil nasli men egasi tufayli najot topadi, ular maqtovga sazovor bo'ladi deb aytilyapti. Ya'ni tiz cho'kishimiz va Rabbi deb sajda qilishimiz Yahvega, Isoga ham tegishligini, demak, shu yerdan Yuhanna xabardagi boyagi oyatlardan ham shunday xulosani aytsak bo'ladi. Endi esa yana qanaqangi ishlarni o'g'il qilishini ko'ramiz. Boya hukm qilish, hayot berish haqida gap ketgan edi. Yana qanaqangi ishlarni o'g'il qilishini ko'ramiz. Hamma uchun tanish bo'lgan, mashhur bo'lgan deb aytsak ham bo'ladi. Ko'pincha iqtibos qilinadigan oyatlar Yuhanna 1-bob xushxabarning 1-bobida qaraydigan bo'lsak, azalda kalom bor edi, kalom Xudo bilan birga edi, kalom Xudo edi. Shu yerda ko'ramizki, kalom Xudo bilan birga edi deganda Xudo ota haqida gap ketyapti. Xudo deyilganda, Xudo deyilganda Xudo ota haqida gap ketyapti. Kalom deganda Xudo o'g'il haqida gap ketyapti va kalom Xudo edi, lekin u Xudo bilan birga edi deganda, demak, Xudo ota boshqa shaxs va Xudo o'g'il, ya'ni kalom boshqa shaxs ekanligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Azalda u Xudo bilan birga edi, butun borliq kalom orqali yaratilgan, ya'ni qanaqangi ishlarni kalom yoki inson o'g'li yoki Xudoning o'g'li qilar ekan, butun borliqni yaratgan. Usiz yaratilgan biror narsa mavjud emas. Endi albatta yaratilmagan Xudo bundan istisno. Demak, shu yerda ko'rib turibmizki, yaratilishda, hamma narsani yaratishda ota, o'g'il va hamda muqaddas ruh ham bu yerda yozilmagan bo'lsa-da, lekin boshqa joylardan shuni ko'rsak bo'ladi. Muqaddas ruh ham yaratilishda qatnashgan. Demak, Xudoning kimligini Yahve boshqa unga hech kim o'xshamasligi, hech kim unga teng emasligini ko'rib chiqdik va u qilgan ishlarini hozir haqida gap ketyapmiz. Iso haqida Injilda shu gapni aytilgan, yaratilishda u qatnashishini aytilgan ekan. Demak, shu bilan ham u Xudo ekanligini ko'rsak bo'ladi. Endi Ibroniylar 1-bob 8 va 12-oyatlarni o'qib chiqamiz. Ammo o'z o'g'liga u, ya'ni Xudo, mana bu yerda Xudo gapirganligini ko'ramiz va davom qilyapti. Ammo o'z o'g'liga u, ya'ni Xudo shunday degan: "Sen Xudosan." Ko'ryapsizmi? Xudoning o'zi, Xudo otaning o'zining o'g'liga sen Xudosan deb aytgan ekan. Va bu eski vaqtdagi Zaburdan bu iqtibos. Adashmasam, sen Xudosan, sening taxting abadiydir, adolat hassasi, shohliging hassasidir. Sen solihlikni sevasan, qabihlikdan nafratlanasan. Shu bois men seni do'stlaringdan ustun qildim. Ha, men Xudoying, shodlik moyini senga surtdim. O'g'liga yana shunday degan: sen Rabbiysan. Azalda zaminning poydevorini sen qo'ygansan. Samolarni o'z qo'llaring ila yaratgansan. Ular yo'q bo'lib ketar, sen turaverarsan, yer va osmon kiyim kabi eskirib ketadi va davom qiladi. Lekin eng asosiy fikrni ko'rib turganingizdek,
azalda zaminni poydevorini va hamma narsalarni yaratgan kalom ekanligini, Xudoning o'g'li ekanligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mayli, yana davom qilaylik. 12-oyatdan 12-oyatga o'qib qo'yaylik. Keraksiz libosday ularni taxlab qo'yasan, to'zib ketgan kiyimday ularni almashtirasan, sen esa hech o'zgarmassan, sen to abad yashaysan. Ya'ni to abad yashaydigan bu faqat Xudo o'z tabiati bo'yicha. Endi bizga abadiy hayot beriladi, lekin biz u abadiy hayotga o'zimiz ega emasmiz, bizga berilgan narsa u. Yana odamlarni tiriltirishi yoki hayot berishi haqida bir necha oyatlarni o'qib beraman-da, shu bilan tugatamiz. Bu safar video uzoqroq bo'lib qoldi. Yuqorida 6-bobga qaytib boramiz. 37-dan 44-oyatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, 37-dan 44-oyatlargacha Samoviy otam menga bergan har bir odam mening oldimga keladi. Oldimga kelgan bironta odamni men aslo haydab yubormayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Ko'rib turganingizdek, osmondan tushish bu uni Xudo ekanligini shu yerda ko'rib turamiz. Ya'ni bir nechta turli xil o'zi haqida gapirgan gaplardan shuni ko'rsak bo'ladi va bu shu belgilardan biri. Otamning irodasi shundan iboratki, u menga berganlardan birortasining ham yo'qolishiga men yo'l qo'ymasligim kerak, balki oxiratda ularning hammasini tiriltirishim kerak. Demak, Xudo ota Xudo o'g'ilga iymonlilarni berar ekan qo'liga. Va Xudo o'g'il o'sha iymonlilarni oxiratgacha saqlab yurar ekan, oxiratda esa hammasini tiriltirar ekan. Ya'ni yana qaytib shuni aytamanki, Iso Masih oddiy odam bo'lganda bu gapni aytmagan bo'lardi va bunday ishlarni qila olmagan bo'lardi, chunki u vaqt bilan cheklangan bo'lardi. Lekin Xudo bo'lganligi uchun u o'sha masalan hozir taxminan 2000 yilcha o'tgan bo'lsa, qancha iymonli bo'lsa hammasini biladi, hammasini bu yerdagi hayotida saqlab keladi va oxiratda ularni hammasini tiriltiradi. Buning uchun u hamma yerda Xudo sifatidagi hamma yerda bo'lish kerak. Buning uchun hamma narsani u bilish kerak. Buning uchun hamma narsaga qodir bo'lish kerak va buning uchun u hayotga ega bo'lgan hayot manbai Xudo bo'lish kerak. Ya'ni ko'rib turganingizdek, men Xudoman deb aytmagan bo'lsa-da, bir xil joylarda aytilgan nima deydi, ta'kidlab o'tib ketgan bo'lsa-da, lekin bu yerda boshqacha so'zlarni aytish orqali Xudo ekanligini ko'rsatyapti. Faqat buni albatta kontekst bo'yicha o'qib to'g'ri tushunganlar bunga nima deydi, e'tibor beradi, bunga ishonadi. O'g'ilga ko'z tikkan va unga ishongan har bir odam abadiy hayotga ega bo'lishi otamning irodasidir. Men bunday odamlarni oxiratda tiriltiraman. Iso men osmondan tushgan nonman degani uchun yahudiylar undan norozi bo'la boshlashdi. Ular o'zaro shunday deb aytishardi: bu Yusufning o'g'li Iso-ku. Ota-onasini taniymiz. Qanday qilib men osmondan tushdim deb aytishga haddi sig'di. Ko'rib turyapsizmi? Men osmondan tushganman deganni bularga boshqacha ta'sir qilib ketdi yahudiylarga. Ularning reaksiyasi: bu Yusufning o'g'li-yu, qanaqasiga u osmondan tushgan bo'ladi deyapti. Lekin biz bilamizki, Iso Yusufning o'g'li emas edi. Ya'ni uning biologik o'g'li emas edi. Shuning uchun ular tushunishmagandi, chunki ular insonnicha qarashganda Yusufning o'g'li deb o'ylashgan va shuning uchun qanday qilib osmondan tushgan bo'lishi mumkin deb tushunishmayotgan. Lekin osmondan tushganman deganda boshqa shu masalani yoki shu savolni yechimi nima bo'lishi mumkin? Osmondan tushgan Xudo bo'lishi mumkin. Lekin unday fikrlashga ular o'zlari haddi sig'magandi, chunki turli sabablarga ko'ra unga ishonishmagandi. Bunday gaplaringizni bas qilinglar, dedi ularga Iso. Agar meni yuborgan ota birovni jalb qilmasa, u menga kela olmaydi. Oldimga kelgan odamni esa men oxiratda tiriltiraman. Ko'rib turganimizdek oxiratda tiriltiraman deb aytyapti, chunki u hayot manbai. Shuning uchun agar u Xudo bo'lgani uchun, Xudo bo'lsa, iymonlilarni oxiratgacha saqlashi mumkin. Oxiratda esa hammasiga abadiy hayot berishi mumkin. Shuning uchun boshida aytgan gapimga yana qaytib kelamiz. Masih nima demoqchi edi? Shu gaplar bilan u men Xudoman, men Yahviman. Xudo otaga qanday siz sajda qilsangiz, qanday uni hurmat qilib, madh qilib, unga ishongan bo'lsangiz, menga ham xuddi shunaqa qilib ishonishingiz kerak, sajda qilishingiz kerak degan gaplarni shu orqali u gapirgan edi. Shu yerda videoni tugataman. Agar sizda
qandaydir savollaringiz bo'lsa izohda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimga obuna bo'lishni unutmang hamda boshqalarga bemalol turli tarmoqlar orqali videolarimni tarqatsangiz bo'ladi. Hamda oldingi videolarda yangi kitob yozish bo'yicha post qilgandim va video qilgandim. Agar kim qiziqsa qarab chiqing, o'zingizni izohingizni, fikrlaringizni yozdirib qolsangiz bo'lardi. Men uchun bu juda ham qiziqarli bo'lardi va albatta men ishimga yordam bergan bo'lar edi. Endi esa sizga Xudoning tinchligida yana yor bo'lsin qolaman. Xayr, salomat bo'ling.